Yozda kremlasiz, mavsumga mos mevalardan mazali piroglar juda ketadi-ku. Ayniqsa ular yumshoqqina, bulutdek yengil bo'lsa. Hozir aynan o'rik mavsumiga mos mazali pirog tayyorlaymiz. 3 ta tuxumga shakar solib, oppoq holatga kelguncha yaxshilab ko'pirtirib olamiz. Keyin esa xolodilnigimizda bor kefir va qatiqlardan solamiz. Manda pyure milkini energiyaga boy kefirlaridan soldim. O'simlik yog'i, so'ngra vanilin solib, yana aralashtirib olamiz. Kerakli miqdorda un, 1 osh qoshiq kraxmal va 1 choy qoshiqda razrahichel solamiz. Massamiz tayyor, endi uni chetga olib qo'yamiz. Alohida idishda un va saryog'ni kroshka holatiga keltirib olamiz. 1 osh qoshiqda shakar solib aralashtirib olamiz. Endi saryog' yoki margarin surtilgan qolipimizga xamirli massamizni solib, ustidan o'riklarimizni taxlab chiqamiz. Eng ustiga tayyorlab olgan kroshkamizni sepib chiqamiz. Qizib turgan duxovkamizda qizartirib pishirib olamiz. Yoqimli ishtaha retseptni yaqinlarga jo'natib qo'yamiz.